Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 4:30. 15-yanvar 2026-yil. Mana shu soatlarda chislosini aytgandan keyin hech qachon adashmaysizlar-da. Bo'lmasa hamma mana kiyim bir-biriga o'xshaydi. Ko'rsatuv bir-biriga o'xshaydi. Bu qachonga aytayotgan ekan deb yangiligini bilib darhol ko'rishga harakat qilasizlar. Shuning uchun aytiladi. Undan keyin fakt bo'ladi bu. Haqiqiy fakt. U chislolarini aytmaydigan, yilni aytmaydiganlar, ular montaj qiladigan odamlar. Bu o'g'irlik qiladigan, firibgarlik qiladigan, o'ldiradigan insonlar kimlar? Mana Baydenni o'zida. Trumpni o'zida. Mana o'g'irladik mana. Madurani o'g'irladik. Bularni qo'lidan shunaqa ish keladi xolosda. Birovning bolasini ushlab olib zaложник qilib olish, dollarda apga berib, uni bolasini o'qitaman deb olib borib aldab zaложник qilib olish bularning vazifasi. Endi maqsad ko'taylik. Mana Andrey Belousov, Removich tozalash o'tkazyapti. O'sha dollarni berib, o'shalarga olib ketib tarqatib, dollar o 1961-yil boshlangan bularga qizil pulni tarqatib berish, ma'rifni buzish. O'shaning uchun Leninni ag'darib yirtib tashladi. Lenin vojdini, o'zini, dohiysini yo'q qilib o'tiribdi. Mana shuni Belousov tekshirib yurgan, shuncha yillardan beri hammasini tekshirib yurgan, oppoq sochlik. O'sha mudofaada ichida ishlab yurgan, tekshirib yurgan. Endi qandaydir u ana bilan kelishib, Putin bilan kelishib, shunday ish qilaylik, o'zgartirgan, mana shunaqa ishlar bo'lyapti degandan keyin o'zgartirdi, uni Shoyguni hali Ivanovni ushlab, Mounini Temur Ivanovni ushlab, keyin Shoyguni qildi, yo'q qildi, mana shunaqa qilib tozalash bo'lyapti. Bu o'sha bular eng qudratli, kuchli davlatni shunday qilib o'tiribdi-ku. AQSh. Shuning uchun aytganda, tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'rdi. Boshqa davlatlarni qo'yavering. Bu 91-yil elga kelgan to'y bo'ldi. Bularni dollar tarqatishi. Ana undagi ochiqdan ochiq tarqatadigan bo'ldi. Ilgari yashirincha edi. Ana shu elga to'yga kelgan to'y, endi hozir Rossiyadagi o'sha Belousov nima qilyapti? Ularda oshna og'aynigarchilik yo'q. Ularda haligi hammasi yot, begona, shartda tozalayapti. Faqat tozalayapti. Vorzakonni birinchi yo'q qildi o'sha Belousov. Undan keyin mana chinovniklardan boshlayapti. Hammasini qamayapti, faqat qamayapti, tozalayapti. Endi biz O'zbekistonda musulmonchilikda bunaqa ish hech qachon to'g'ri kelmaydi. Chunki ular ham mana ochiqdan ochiq yozib aytishni boshlaydi deb 24-yil aytganman. O'zinglar obro'yinglarni borida oshna o'yinchilik qilib, bir-biringlarni qama qilmasdan, o'zinglar fikr yuritib, shu xalqinglar uchun dollarni kechib qo'yaveringlar deb men qayta aytganimni mana YouTube kanali chiqarmaydi-da. Ko'rsatmaydi-da. Chunki men o'zim fakt uchun mana shularni qilib qo'yapman. Men ham o'zim dokument uchun hujjatli filmlarimni saqlab qo'yapman. Mana bir adashganman, uni o'chirib tashladi hammasini ilohiy tizimda. Bularga ilohiy tizim kerak emas. Iloh kim o'zi iloh? Bilmaydi ular. Ilohiy desangiz ular diniy targ'ibotga aylantirib yuboradi. Bir pasda fikrga keladi diniy targ'ibot. Uni miyasini buzib bo'lgan ana u 35 yildan beri Amerika
dollar tarqatgan 91-yilga 35 yil bo'ldimi? Ularni miyasini buzib bo'ldi. 35 yoshga kirib hozir boshqaryapti davlatda o'tirib olib, katta ishlarda ishlab kirib. O'shni oshini og'aynigarchilik, pora bilan o'qish bitirish, mana oqibati mana shunaqa bo'ladi. Hech narsaga aqli yetmaydigan bo'lib qoladi. Chunki 1961-yildan beri boshlanyapti savodsizlikni yo'q alik qilish, kuchaytirish. Ana undan keyin davlatni qo'lga olish oson bo'ladi. Savodsizlarga davlat qolsa, bu yoqdan mana Amerika dollarini tarqatib qiziqtirib qo'yib, mana bunday qilib hukumatni, mana bunday qilib xalqni, o'zlari demokratiya qilib, 1000 gektar yerga bitta odamni xo'jayin qilib qo'yib, bitta odam senga mana dollar berdim, seni boy qildim, endi meni aytganini qilarsan deganda xo'p deb qo'yib, 1000 gektar yerga ega bo'lib, kirma molingni boqma yoqqa. Qo'yini hayda, meni yerim, mana undaqa boshlandi. Bundaqada qanday tirikchilik bo'ladi? Qanday tirikchilik bo'ladi? Qarang, oppoq birinchi terim paxtalarni, hali terilmagan paxta haydab ko'mvardi. Shuni xalqqa bersa, olinglar, terib olinglar, molinglarni boqinglar shu bilan, mana ip qilinglar, egiringlar. Unaqa ip egiladigan odam ham qolmagan hozir. Ko'mivaryapti, sabzilarni ko'mivaryapti, kapustalarni, qulpulaylarni haydab ko'rvaryapti, rasmiga tushirib bervaryapti. Mana O'zbekistonda tentak bo'lgan odamlar. Mana energetikani ichkizib qo'y, mana g'irt ahmoq qildik. Ko'ryapsanmi? Mana qara. Buni haydayotganini qara, ko'mayotgan qaysi ahmoq bunaqa ish qiladi deb yomonlab, Birlashgan Millatlarga fakt qilib, O'zbekistonga ta'lim berish kerak. O'zbekistonni bunday qilib o'rgatish kerak. Pechatla dollarni to'xtatma devirgandan keyin men chiqib bu yoqdan gapiraversam, eshitaversa ular, sen nima deyapsan? Bu chol nima deyapti. Hozir eshitib qolganlar bor, ko'rib qolganlar bor meni. O'shaqa hujjat qilib toshaveradi meni gapimni. Mana aziz vatandoshlarim, bizni musulmonchilikka bir-biringizni ushla, qama to'g'ri kelmaydi. O'zingiz fikr yuritib, o'zingiz mana Mirziyoyevni yakkalab qo'ymanglar-da. Endi oshlog'i hali urug' aymoqqa ajratib olmasa ham bo'lmaydigan zamon bo'lib qolgan edi. Davlatni boshqarish, o'zini odamlar, o'zingizni odamingizga ayting, endi bo'ldi, tamom bo'ldi. Oladiganlar oldi, hisob-kitob bo'ldi, hech qanaqa qarz yo'q. Endi bahor keldi. Boshliqlar, bahor keldi. Pechatlang, oddiy qog'ozdan pul qiling, bering xalqqa. Mana o'zinglar boshqaringlar endi. Kim soyuzni mayli, mana soyuzni tiklatib kelyapti. Belarus. Bir Baltikadan boshladi. Chegarani yopdi. Hamma turgan ularni cho'ktirib beryapti. Tankerlarni Amerikanikini hammasini ayamayapti hozir. Hammasini sudga cho'ktirib beryapti. Chunki ular hamma yoqqa ega Rossiya. Juda qattiq urush olib boryapti. Quloq solmasa o'sha Areshnikni, undan keyin Arlan ularni hammasini ishlatyapti mana. Endi ko'rsatyapti. Endi haqiqiy chegara bo'lgandan keyin yana oldingiday bo'lamiz. Hech qachon hozir zamonaviy bo'ladi. Bosqinchilik qilmaydi hech qachon. Ko'rdik bosqinchilik, kim bosqinchiligini ko'rdik mana. Haqiqiy bosqinchi ubiytsalar AQSh bo'ladi. Bu Rossiyanikida kim bosqinchi? Yevreylar ish qilyapti hammasini. Yahudiylar qilyapti. Endi u yahudiylar boshqarmaydi. Endi haqiqiy oq ko'ngil, mehribon ruslar boshqaradi. Shu birga bo'laylik deyapti. Kuch qudratda bo'ladi deyapti. Agar Amerika bilan Xitoy birlashib oladi, shunaqa ular Xitoy shunaqa, u osmonda turgan haligi daraxtning ustida turgan maymunlar, ikkita sher bir-bilan urushyapti o'rmonning ichida. Tepada hamma maymunlar bir joyga kelib olgan. Tomosha qilyapti. Qani kim zo'r chiqar ekan deb. Ana shunaqangi insonlar bular. Shuning uchun mayda-chuyda. Ular daraxt uchida yuradi. U shoxida yursang men bargida yuraman degan Xitoy millati bo'ladi. Mana yerda yem qilib tashlashni aqli yetib turibdi Belarusib aytdi Putinga. Bu agar dedi egalik qilib qolsa dedi bu Xitoy dedi dunyoga dedi. Va hammamiz yem qiladi. Bironta millat qolmaydi o'zidan boshqa yerda deb gapirgan joylar bor, aniq ma'lumot. Men sizlarga faqat aniq ma'lumotini beryapman. Sizlar meni so'kmanglar axir.
Men 1000 marta qaytarib aytyapman. E'lon ma'lumotini aytyapti-ku bu. Nima qilaman bunga kommentariy yozib deyish kerak.